Barchalarimizga Allohning rahmati bo'lsin. Biz juda buyuk, sharafli, muborak kecha qarshisida turibmiz. Qadri eng ko'p umid qilinadigan kecha Ramazonning 27-kechasidir. Hatto bir qancha sahobalar va ulamolar Qadr kechasi aniq 27-kecha deb aytishgan. Abdulloh ibn Abbos va Ubay ibn Ka'b, Alloh barchalaridan rozi bo'lsin, Qadr 27-kechada bo'ladi deb aytishar edi. Hatto Ubay ibn Ka'b Allohga qasam ichib, Qadr kechasi Ramazonda, Allohga qasamki u qaysi kechada bo'lishini men bilaman. Qadr 27-kechada bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam bu kechada ibodat qilib chiqishga bizlarni buyurganlar. Uning belgilari quyosh oqishroq rangda, nuri keng tarqalmasdan ko'tariladi. Imom Muslim rivoyat qilganlar. Abdulloh ibn Abbos radhiyallohu anhuma rivoyat qilgan hadisda bir kishi Nabiy sallallohu alayhi va sallamning huzurlariga kelib, "Ya Rasululloh, men yoshi ulug' kasal insonman. Kechasi ibodat qilishga qiynalaman. Menga bir kechani ayting, ajabmas Alloh taolo meni Qadr kechasiga muvaffaq qilsa." Rasululloh bu insonga 7-kechaga e'tibor ber deb aytdilar. Bu sahih hadis. 7-kechadan maqsad oxirgi 10 kunning 7-kechasi. Boshqa bir hadisda Rasululloh sallallohu alayhi va sallam aytganlar: "Kim Qadr kechasini izlaydigan bo'lsa, 27-kechadan izlasin." Qadr kechasi aniq bir kechada bo'lmaydi, balki o'zgarib turadi. Oxirgi 10 kechaning birortasida bo'ladi degan ulamolar ham 27-kechani Qadr kechasi eng ko'p umid qilinadigan kecha deb aytishgan. Shunday ekan, bizning oldimizda faqat jiddiy-jahd qilish, hamma ishni chetga qo'yib, faqat ibodat bilan mashg'ul bo'lib, ibodatda jiddiy-jahd qilishimiz kerak. Qo'limizdan kelgan hamma ibodatni, namoz, duo, zikr, Qur'on o'qish va ma'nolarni tushunish, shuningdek ko'p istig'for aytib, Allohga tavba qilish. Kim Qadr kechasini iymoni va savob umidida ibodat bilan o'tkazsa, oldingi gunohlari mag'firat qilinadi. Alloh taolo barchamizni Qadr kechasida jiddiy jahd bilan ibodat qilishga muvaffaq qilsin. Allohim, sen avf qiluvchi zotsan va avfni yaxshi ko'rasan. Bizlarni avf et.